Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana Xitoy karomimizni chopib oldik, xudo xolasa. Yagana qilib chiqdik. Bitta qoldirib chiqdik. Juda o't bosib ketuvdi. Sizlarga o't bosgan joyini ko'rsatmayman. Juda o't bosib ketuvdi. Xo'sh, mana bu yoq hali yagana qilinmagan. 5-6 ta chiqqan. Buni ham yagana qilib chiqamiz, xudo xolasa. Xo'p, endi hozir arig'ini ochyapmiz. Arig'ini oralatib ochyapmiz. Mana men bu yerda ikkala ariq ham ochilgan, bunga e'tibor bermaysizlar. Hozir buni ochdik. Bu qoladi, keyingisini ochamiz. Bitta dori beramiz. Amafos, sulfat, karbamid, kaliy aralashtirib, xudo xolasa birinchi dorisini beramiz. Bunga 3 qop amafos, 3 qop karbamid, 2 qop sulfat, yarim qop kaliy aralashtirilyapti. Shu tartibda qilinyapti dorisi. Xudo xolasa mana yerlarni tozalab oldik. Juda o't bosib ketuvdi, ko'rishinglar mumkin. O'tlari qurib, xudo xolasa tozalab, endi sizlarga bu yerda motoblogimiz ishlayapti. Endi sizlarga xudo xolasa sug'arish jarayonini qo'yamiz. Ertaga yo indinga sug'oramiz buni. Kuzatishda davom etinglar. Chimchimizni o'zgartirishni istamiz. Yangi ekilgan chimchimizni hozir uni ham ko'rsatib o'tay sizlarga. Ko'rgan bo'lsanglar videolarimizda etap ekdik. Birinchi etap bu, ikkinchi etap mana bu. Mana bu ham chimbark chiqarib shu kattaryapti mana. Xudo xolasa buni ham yo bitta yo ikkita suvdan keyin chopig'ini qilamiz. Bu yoq 40 sotik. Alhamdulillah. Bu yoq 60 sotik. 40 ga 60 ekkanmiz. Birinchi 60 sotik terib olamiz. Keyin 40 sotikka yulamiz. Etap pishsin deb ekkanmiz. Chimchimimizning holati. Bu yil chalasi bor. O't bosgan hisobiga adashib ketmonda ham chopib qo'yishyapti. Mana chalalari bor bu yil. Lekin chalasi unaqa ko'p emas. Xudo xolasa yaxshi hosil beradigan umiddamiz. Duo qilib turasizlar. Sizlarga qo'yib borishda davom etamiz noldan. Xudo xolasa sotib tugatib 100 gacha. Bu yoqda yagana qilishyapti. 100 gacha qo'yib berib, qancha rasxod qildik, qancha foyda qilamiz, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Keyin yana savollar tushgan ekan, buni 10-15 avgustgacha eksa bo'ladimi deb. Xo'sh, eksa bo'ladi, faqat bizni Toshkentda sovuq vaqtli kelib qoladi. O'zimizning dumaloq oq karomga o'xshagan baqotmas. Bu minusga tushsa, yerlar muzlasa, oqib tushadi bu. O'ziga kelmaydi keyin muzlagandan keyin. Juda qiyin o'ziga kelish. Dumaloq karomimiz tomiri muzlamasa, tomiri polni muzlasa, o'ziga kelmaydi u ham. Tomiri muzlamasa, dumaloq karomni o'zi usti muzlasa, issiq joyga olib kirib qo'ysanglar, o'ziga qaytadi u. Biz ko'p sinab ko'rganmiz, lekin buni juda qaytarish qiyin. Hosilinglar anchasi erib tushishi mumkin, sovuq vaqtli kelib qolsa. Shunga avgustgacha ekib uspet qilish kerak. Avgustgacha ekib olsanglar yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa ob-havo yaxshi kelsa, yaxshi hosil olasizlar. Shunga javob berib o'tay dedim. O'zi eksa bo'ladi. Eksa bu sovuqqa yaxshi chidaydi, lekin muzlamaga chidolmaydi bu. Sovuqni yoqtiradi, kuz havosini yaxshi ko'radi bu karom chimchi, lekin minusni yoqtirmaydi. Shunga o'zingizlarga qaraysizlar, agar sizlar tumaninglarda sizlarda kech qor yog'ib, kech minus bo'ladigan bo'lsa, ko'ringlar. Biz Toshkentda sovuq tez kelib qoladi, minus tez kelib qoladi.
muzlama payt bo'lib qolsa, muzlab qolsa, juda qaytish qiyin. 90 kun mo'ljallab ekaverasizlar. 90 kunda havo yaxshi bo'lib tursa, pishib olsa, sotib olasizlar xudo xolasa. 100 kun mo'ljallasanglar ham bo'laveradi. Bir xillari karbamid ko'p bergan hisobiga 100 kunga ham cho'zilib ketadi. Karbamid o'stiradi, palakdor qiladi-yu, lekin sal vaqtini cho'zadi. Ekinni pishish vaqti cho'ziladi. Shunga e'tibor berasizlar. Mana bariqda chala ko'p ekan. Bular yaxshi chiqqan ekan. Yerimiz bu yil kesaylik chiqdi, o't ko'p chiqdi, bilmayman bu yil yaxshi bo'lmadi yer. Shunda ham qarashda davom etyapmiz. Mana shu 60 sotlik joyi kuniga 8 soat ishlaydi bizda ishchilar. Bir kun 6 ta, bir kun 7 ta ishchi chopdi. 60 sotlik joyi o't ko'pligidan. O't keyin bir kunda 6 ta odam chopib ketardi. 60 sotlik joyi 10 sotlikdan har bitta odam chopib ketardi. Bu yil o't ko'pligi hisobiga tagini o'tab chopishdi. 2 kun chopishdi. Rasxodlar ham ko'p bo'lyapti bu yil. O'tgan yilga qaraganda dorilar qimmat. Ishchi kuchi ko'p ketyapti. Shunga xudo xolasa kuzatib turinglar. Oxirida qancha foyda qildik, qancha rasxod qildik ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, hammanglar dehqonchiliginglarga baraka bersin. Sog' salomat bo'linglar.